Tattasam jenna neytit tapishattam video mavzusi nen masl sab nzadikkutannem. Uy-joy kadastrini yaqinlaringizga muddatidan oldin o'tkazib berishning huquqiy saf satarlari va keksalikda boshpanasiz qolmaslik uchun umrbod yashash huquqini uzufrut qanday qilib ta'minlash yo'llari. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, qadrli otaksonlar va onaksonlar. Bugun sizlarga uy-joyingiz kadastringizni yaqinlaringizga muddatidan oldin o'tkazib berishning qanday huquqiy saf satarlari borligi va keksalikda boshpanasiz qolmaslik uchun umrbod yashash huquqini uzufrut qanday qilib ta'minlash yo'llarini tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, yillar davomida peshona teringiz bilan qurgan, har bir gishtiga mehringiz singan, farzandlaringizni katta qilgan issiq uy-joyingiz bor. Siz umringizni, kuchingizni shu uyga bag'ishladingiz. Lekin bir kun kelib, shu uy-joydan mahrum bo'lish qisavfi paydo bo'lsa-chi, farzandingiz yoki yaqiningizga ishonib o'tkazib bergan mulkingizdan bir kun kelib o'zingiz begona bo'lib qolsangiz-chi, qo'rqinchli tushga o'xshaydimi? Afsuski, bu ko'pchilik yurtdoshlarimiz uchun real voqelikka aylanishi mumkin bo'lgan og'riqli bir haqiqat. Bizning jamiyatimizda keksalarga hurmat, ota-onaga ehtirom azaliy qadriyat. Har bir ota-ona farzandlarim bag'rida keksa yoshimni o'tkazaman, ular meni hech qachon tashlab qo'ymaydi deb o'ylaydi, to'g'rimi? Aksir siz umr bo'yi o'z mehnatingiz pensiya jamg'armasiga, to'lagan soliqlaringiz evaziga pensiya oldingiz. Kiyinchiliklarga qaramay, oilangizga, farzandlaringizga sarmoya kiritdingiz. Ammo hayot ba'zan kutilmagan burilishlar qiladi. Ba'zi holatlarda afsuski farzandlar ham hatto yaqin qarindoshlar ham moddiy manfaatlar orqasidan eski qadriyatlarni unutishga qodir bo'lib qolmoqda. Bu salqimizga yarashmaydigan odamlarning nafaqat moliyaviy, balki ruhiy holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadigan adolatsizlikdir. Aziz yurtdoshlar, aynan mana shunday vaziyatlarga tushmaslik uchun hozirdan o'z huquqiy savodsonligingizni oshiring. Sizning ham shunday holatlarga duch kelgan tanishlaringiz bormi? Yoki o'zingiz ham shunday noxush holatga tushishdan qo'rqyapsizmi? Umr bo'yi yig'gan targaningiz, har bir so'mga, har bir gishtga singan mehnatingiz va oilangiz uchun qilgan qurbonliklaringiz haqida bizga yozing. Sizning yoshingiz qancha yillar davomida mehnat qilganingiz, qanday qilib o'z uyingizni barpo etganingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu sizning hikoyangiz ko'pchilikka saboq bo'lishi, boshqalarni ogohlantirishi mumkin. O'z savotirlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Hurmatli keksalar, bizning kanalimiz sizning huquqiy himoyangiz, adolatni topishingiz uchun xizmat qiladi. Agar siz o'z huquqlaringizni bilish, kelajakda paydo bo'ladigan yangi qonunlar, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq o'zgarishlar va ayniqsa shu kabi mulkiy masalalarda birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning qonuniy manfaatlaringizni himoya qilishimizga yordam beradi. Vaziyat ilgari qanday edi va hozirgi holat qanday? Ilgari o'tmishda. Bizning mahalla tizimimizda oilaviy qadriyatlarda kattalarning gapi duosi katta kuchga ega edi. Ko'pincha uy-joyni farzandlarga yoki qarindoshlarga ishonch asosida shunchaki og'zaki kelishuvlar bilan o'tkazib berish holatlari ko'p uchar edi. Onalar farzandiga mol mulkini rasmiylashtirib berib, buning evaziga umrining oksirigacha hurmat va g'amxo'rlik ko'rishlariga ishonishgan. Kadastr hujjatlari ham shunchaki bir qog'ozdek tuyulardi. Asosiy narsa oilaviy rishtalar va mahalla jamoatchiligining bosmaydi. Shu sababli keksalikda farzandlar uy-joyini sotib yuborsa ham mahalla faollari, qo'ni-qo'shnilar, oqsoqollar aralashib odatda muammoni hal qilishga urinishgan. Hozirgi kunda esa afsuski jamiyatimizda ba'zi narsalar o'zgardi. Pulga bo'lgan munosabat, shaharlashish jarayoni ba'zi odamlarda oilaviy qadriyatlarning susayishi va ayniqsa moliyaviy muammolar ko'pincha oldingi ishonchni buzmoqda. Hozirda kadastr hujjatlari oddiy qog'oz emas, balki mulk huquqini tasdiqlovchi asosiy yuridik vosita hisoblanadi. Agar siz uy-joyingizni biror kishiga rasmiylashtirib bergan bo'lsangiz, qonun oldida uning egasi endi siz emassiz. Mahalla faollari va oqsoqollar yordam berishga urinishsa-da, qonuniy jihatdan sizning qo'lingizda biror bir hujjat bo'lmasa, ular ham ba'zan ojiz qolishmoqda. Pensiya jamg'armasi sizning pensiyangizni to'lash bilan shug'ullanadi. Ammo mol-mulk bilan
Bog'liq bunday nizolarda bevosita aralasha olmaydi. Kimlar saf ostida va kimlar o'z huquqini ta'minlab himoyalangan hisoblanadi. Kvantitat eshitidan tetikkandan. Saf ostida bo'lgan keksa yoshli fuqarolar ketdan mulkini to'liq ishonch bilan o'tkazib birganlar kistush indan mumkin farzandlariga, nevaralariga yoki boshqa yaqin qarindoshlariga o'zining umrbod yashash huquqini yuridik jihatdan mustahkamlamagan holda uy-joy kadastrini rasmiylashtirib bergan keksalar. Ular ko'pincha mening farzandim mendan kechmaydi degan ishonchga tayanadilar. Du faqat og'zaki kelishuvlarga ishonganlar. Har qanday huquqiy hujjatlarsiz biz kelishib oldik, gaplashib oldik degan umidda harakat qilganlar. 3. Farzandlarida yoki mulk o'tkazilgan shaxslarda moliyaviy muammolar mavjud bo'lsa, agar mulk egasi bo'lgan shaxs qarzlarga botib qolsa, uy-joy sud qarori bilan tortib olinishi yoki sotib yuborilishi mumkin. Bunda eski egasi hech qanday huquqqa ega bo'lmaydi. Mulkni olgan shaxslar xorijga ketib qolsa yoki vafot etsa, bunday hollarda mulkning yangi egalari ota-onaga g'amxo'rlik qilish majburiyatini unutishi mumkin. Yoki mulk meros bo'lib, begonalar qoliga o'tishi ehtimoli bor. Mashta o'zini himoya qila oladigan va huquqini mustahkamlay oladigan keksa yoshli fuqarolar mulkini boshqa shaxsga o'tkazishni rejalashtirayotgan ammo umrbod o'z uyida yashashni istagan har bir keksa yoshli fuqaro o'z huquqini uzufrutgan umrbod yashash va foydalanish huquqi orqali himoya qila oladi. Bu degani siz uy-joy egasi bo'lmasangiz ham unda umringizning oxirigacha yashash, undan foydalanish va undagi kommunal xizmatlarni o'z nomingizga o'tkazib olish huquqiga ega bo'lasiz. Ushbu umrbod yashash huquqini uzufrut qanday rasmiylashtirish kerak? Uzufrut huquqini rasmiylashtirish bu sizning kelajagingizni sug'urtalashning eng ishonchli usuli. Bu jarayon notarius orqali amalga oshiriladi. Perteriket pashet tempat naik talaku petpuat nabai batamat dan mateti tam dan terelali takratat. Sovga shartnomasi yoki oldi sotdi shartnomasi tuzishda. Siz farzandingizga yoki boshqa qarindoshingizga uy-joyingizni sovga qilish yoki sotish bo'yicha shartnoma tuzayotganingizda notariusdan ushbu shartnomaga maxsus band kiritishni talab qilishingiz kerak. Bu bandda shartnoma bo'yicha mulkdor o'zgarganidan keyin ham sizning ushbu uy-joyda umrbod yashash va undan foydalanish huquqingiz uzufrut saqlanib qolishi aniq ko'rsatib o'tiladi. Notarial tasdiqlash. Shartnoma barcha tomonlar ishtirokida imzolanadi va notarius tomonidan qonuniy kuchga ega bo'lishi uchun tasdiqlanadi. Notarius sizga ushbu huquqning barcha jihatlarini tushuntirib berishi shart. Kadastr hujjatlariga kiritishlanadi. Tasdiqlangan shartnoma asosida uy-joy kadastr hujjatlariga sizning umrbod yashash huquqingiz haqida belgi kiritiladi. Bu juda muhim, chunki bu belgi keyinchalik uy-joy sotilgan yoki boshqa shaxsga o'tkazilgan taqdirda ham saqlanib qoladi va sizning huquqingizni yangi egasiga nisbatan ham himoya qiladi. Ya'ni yangi mulk egasi sizni uy-joydan chiqarib yubora olmaydi. 4. Huquqni bekor qilishning qiyinligi. Uzufrut huquqi juda mustahkam hisoblanadi. Uni faqat sizning roziligingiz bilan yoki sud qarori asosida juda jiddiy qonunbuzarliklar sodir etgan taqdiringizdagina bekor qilish mumkin. Unutmang azizlar, maqib sizning mehnatingiz va umringizning mevasi bo'lgan uy-joyingiz. Bu sizning qadr-qimmatingiz va xotirjam keksaligingiz garovidir. Hech qachon huquqiy maslahatsiz muhim qaror qabul qilmang. Mulkni o'tkazishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing. Biz kabi huquq shunoslar sizning manfaatlaringizni himoya qilishga doimo tayyormiz. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa yoki umrbod yashash huquqini rasmiylashtirishda yordam kerak bo'lsa, ekraningizda ko'rsatilgan raqamlar orqali bizning ofisimizga murojaat qiling. Biz har bir keksa yoshli fuqaroning adolatli himoya qilinishini ta'minlashga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va huquqiy jihatdan ogoh bo'ling. Salomat bo'ling.